Assalomu alaykum qadrli bog'bon kuzatuvchilari. Mana bugun bizlar Jomboy tumani Chalaqo'rg'on qishlog'ini Chalaqo'rg'on zamini fermer xo'jaligidagi beda maydonida turibmiz. Hozirgi kunda beda maydonini monitoring qilish jarayonida bedaning eng ashaddiy zarar kunandalaridan biri o'sha Phytonomus, ya'ni beda barg filchasi zarar kunandasi borligini aniqladik. Hozirgi bu zarar kunandaning asosiy zarari ko'rib turishingiz mumkin. Mana o'sha bargni asosiy qismini yeb oziqlanadi. Natijada o'sha bedani hosildorligiga juda ham katta o'sha zarar yetadi. Mana qurtlari bilan turibdi. Ushbu zarar kunandaga qarshi biz hozirgi kunda 25% Sipermetrin preparatlarini tavsiya qilyapmiz. Hozirgi kunda mana shu preparat bilan beda barg filchasiga ishlov berish ayni vaqtda bir marta ishlov berilsa juda yaxshi samara beradi va bedadagi zarar kunandalarni to'liq nobud qiladi. Bundan tashqari bizda bog'bon agromarketimizda boshqa turdagi preparatlar ham mavjud. Tashrif buyursangiz yoki murojaat qilsangiz biz sizga kengroq va batafsilroq tavsiyalar beramiz. Sizlarni kutib qolamiz.